Yana shu orzuing haqida gapirasanmi? Biznes bilan shug'ullanish bu ayollarning ishi emas, bu xatarli. Yaxshi uyda tinch xotirjam bolalar, uy ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'lgan ma'qul. Men uyimni yaxshi ko'raman, ammo men undan ko'proqga qodirman. Mening orzuyim chiroyli buyumlar yaratish va sotish, odamlarga quvonch ulashish. Endi menda buni sinab ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. Agar qo'lingdan kelmasa-chi? Qo'limdan keladi, chunki endi yolg'iz emasman. Bolalar, endi bu o'yinchoqlarni zakazga upakovka qilib berib yuborishimiz kerak. Ketdik.